Bugun yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025-yil kasbiy ko'rik tanlovining shahar va tuman bosqichlariga doir dastlabki malakaviy test topshirish jarayoniga start berildi. Viloyatning 14 ta hududida o'tkazilayotgan mazkur tanlovda jami 746 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Bu raqam o'tgan yildagiga nisbatan 294 taga ko'payganligini ko'rsatadi. Tasdiqlash joiz, joriy yilgi tanlov nizomiga ayrim o'zgarishlar kiritilgan. Masalan, bu yilgi tanlovning avvalgilaridan farqlovchi ikkita jihati bor. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tomonidan respublikamizning, shu jumladan viloyatimizning barcha hududlarida o'tkazilayotgan tanlovlar onlayn, ya'ni Zoom platformasi orqali nazorat qilib borilmoqda. Bu amaliyot birinchi navbatda tanlov shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ikkinchisi, tanlovga eng yaxshi direktor o'rinbosari nominatsiyasi kiritildi. Bu shuning uchunki, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining uslubchi xodimlari direktor o'rinbosari lavozimiga tayinlanishdi. Endilikda ular o'z tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiyaning sifat omiliga javobgar hisoblanadi. Ushbu lavozim egalarini tanlovga jalb etilishi esa tizimdagi sifat omilini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Qatnashuvchilar yilning fidokor tarbiyachisi, innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llaydigan eng yaxshi tarbiyachi, eng yaxshi eko-targ'ibotchi tarbiyachi, yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi kabi sharafli maqomga ega bo'lishlari ham mumkin. Buning uchun tanlovning shahar va tuman, viloyat hamda respublika bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritishlari lozim. Hozircha shu ezgu maqsad yo'lida maydonga chiqqanlarga faqat omad yor bo'lishni tilaymiz. Saydolim Abdurahmonov, Shahzoda Muhammadamin va Akbarjon Mansurov. Namangan viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.